8,5 ming dollar bilan mashina chista 100% nasiya savdoga olib chiqib ketishingiz mumkin. Qolganini 2 yilga to'layotgansiz. X90 Plus Jetour ko'rib turibsizlar, 8 ta rasxod ekan. Cobalt rasxodi ham 10 ta bo'lsa kerak. Mashinaning holati endi salonda mashinada yangi hamma yo'g'i. Salonlarga ishlov berib yuborgan. Biz Marg'ilonda turibmiz, Shag'al bozorida, bilasizlar. Xo'p, salonimiz Auto Center. Mashinani bundan tashqari hozir bu X nechiga bu X90 Plus degan orqa tomonlarini ham ko'rib qo'yishsin. Xo'p, qaranglar, 8500 dollar berasizlar, salondan mashinani minib chiqib ketaverasiz. Qolgan to'lovini oyma-oy 2 yilga nasiya savdoga, mabodo cho'zilib ketib qolsa, shtra peniyalar yo'q. Chista halol nasiya savdoga. O 2 yilga dogovor qilib 1 oyda yopib qo'ysiz ham o'sha summani berasiz, 2 yilda yopsiz ham o'sha summani berasiz. Mashina xudo xolasa minadigan mashina. Hozirgi kunda misol dada siri bo'lsa olib bersiz ham maza qilaman. Duo qilib, hojdada maza qilib hali niyati yetadi hoshnoga yosh katta bo'lganda. Lekin ishingizga ancha ta'sir bo'ladi. Bundan tashqari, xo'p, mana bu mashinamizni ham beriladi. Buni 15500 dollar bilan chiqarib berilyapti. Qolgani 2 yilga 645 dollardan to'lov qilasiz. Bu ham zo'r mashina ekan. Mashinani dizayni vahshiy dahshat. Xullas, hozir men ko'rdik, Instagramga qo'ydik, uji mashinani ko'rishlaringiz mumkin. Buni ham 15500 berasiz, nasiya savdoga chiqarib beriladi. 2 yilga 645 dollardan oyma-oy to'lab boraverasiz. So'mda to'laysiz, qog'ozda bas. Shartnoma qilib salonimizga kelishingiz mumkin. Mabodo uzoqroqda bo'lsangiz, nomer qoldirib qo'yapmiz. Telefon qilib, ma'lumot so'rab, akangiz yoki ukangizni jo'natsangiz, yana ham ko'proq podrobniy ma'lumot berishadi. Bu mashinamiz, yana bitta mashinamiz bor edi. Mana bunisi ham nasiya savdoga chiqarib beriladi. Bu nech pul to'lovi? Bu hozir 20 ming dollar birinchi to'lovini qilib beriladi. 15 ming bilan ham chiqarib berar ekanlar. Mashinani hozir metimda esa ochilar ekan. Yo, yopildimi hozir? Mana. Bitta salonini ko'ramiz. Bu oma endi vahshe kema ekan bu. Mashina dahshat, maro. Buni 15 ming bilan ham chiqarib berishar ekan. Unini ham 15 ming so'mda mashina olib qo'ygan yaxshi ekan-ku. Deganlarga keyingi to'lov chillatib yuboradi. O'shuning uchun kichkina minib turaverganingiz ham yaxshi. Yani uy sopolmasdan hozir ertaga menga telefon qilib turmanglar, men qo'yib mashinani. Balonlarni kattaligini ko'ryapsizmi? Mashalloh. Mana oldi qoyil. Mashinaga ham haqiqatda ishlov berib yuborishibdi. Bemalol Marg'ilonga, Shag'al bozoriga kelsalar, nomer qoldirib qo'yapmiz. Avto Centerda bundan ham ko'p ishlarni bitkazib berishadi. Naqd pulga olsangiz ancha atrofdan arzon, nasiya savdoga olaman siz ham atrofdan yengil qilib, eskiroq mashinangiz bo'lsa, mashinangizni olib qolib, ustiga pul bersiz ham bo'laveradi. Bemalol kelaverasizlar.